Yana bir tadbirkor akamizda. Bu ikkinchi ishlari. Aynan Yoqubjon akamizga qilingan. Mana shunaqa tom yopish xizmati kerak bo'lgan ekan, bir kishiga $54,000 debdi. Unga Yoqubjon akamiz ikkita kerak bo'lsa 3 ta ham tom qurib beraman deb mana shu joyda qilib berishibdi. Buni bir 2 oy oldin bet cho'l edi. Nima joyi bu? Nima qilsa bo'ladi bu? Qo'yxonam, molxonam deb tushunmaydigan joy edi. Bizga bu ish topshiruvdiki, o'zlari xohlagan holatda shunaqangi ishlab chiqarishga tayyor sex qilib berdi aka. Assalomu alaykum o'zimning qadrli biznesmen, tadbirkor akalarim. Bugun biz Toshkentga kelganmizmi aka? Yana bir marta so'rashib qo'ydik. Assalomu alaykum. Eldoradodagi eng shinavanda obunachilari, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Eldoradodagi har bitta chiqishlarini kuzatadigan obunachilar. Yo'shang aka, maza qilardim. Shunchaki bitta like bosib o'rasiz akada. Xullas, bugungi mavzuyimiz yana tom. Biznesmen akalarimiz borgan sari biznes kengayyapti, ishlab chiqarishlar ko'payyapti, shunga yarasha binolarimiz ham kattalashib ketyapti. Yana bir tadbirkor akamizda, bu ikkinchi ishlari, aynan Yoqubjon akamizga qilingan. Mana shunaqa tom yopish xizmati kerak bo'lgan ekan, bir kishiga $54,000 debdi. Unga Yoqubjon akamiz ikkita kerak bo'lsa 3 ta ham tom qurib beraman deb mana shu joyda qilib berishibdi. Rosa yoqdi egasiga, xudo xolasa. Albatta, egasi solqin. Buni bir 2 oy oldin bet cho'l edi. Nima joyi bu? Nima qilsa bo'ladi bu? Qo'yxonam, molxonam deb tushunmaydigan joy edi. Bizga bu ish topshiruvdiki, o'zlari xohlagan holatda shunaqangi ishlab chiqarishga tayyor sex qilib berdi aka. Haqiqatan boyaz aytganda bu joyda $54,000 egalari o'zi aytgan, $54,000 Toshkentdan kelib hisoblab ketishdi dedi. Sandwich panellari bilan dedi. Lekin biz 54,000 ga emas, 400 millionga salkam ikkita bunaqa katta zdaniya qurib berdik. 35,000 atrofiga ikkita bityapti. Men to'g'risini aytamanki, mana misol hozir bu ishlab chiqarishga qilayotgan akalarimiz juda ko'p chaqiradi bizni mana shunaqa zdaniyalarga. Nimaga? Ma'qul kelgani uchun chaqiradi aka. To'g'ri. Ma'qul kelgani uchun chaqiradi. Konteyner mahsulotlardan ham arzon tushadi, ham sifatli chiqadi. Mana keling mana. Tasvirchi bola kelsa, mana shu lagali joyidan aka. Bitta turba qo'yib qo'ysa ham bo'ladi lekin, to'g'rimi? Lekin mana undan baquvvatroq chiqadi. Undan baquvvatroq chiqadi. Mana tepadagi mana bahkalarni qarang. Bu yerda shunaqa narsa bo'lib qoldi. Eldor, qarang. Bu yerda proyektini ko'rganimda 9 tami, 12 tami stolga qo'yib qo'ygan ekan. To'g'rimi aka? Mana egalaridan ko'rsatib qo'ylar, 9 tami 10 ta stolga qo'yib qo'ygan ekan. Aka, u stolga nima keragi bor dedim. Ishlab chiqarish uchun sal kengroq joy bo'lishi kerak. Xolos bitta stolga qo'yib beraman shekilli. O'rtaga. Bitta qo'yib beraman desam, "Yo'q aka" dedi, "ikkita qo'yib bering" aytayapti dedi. Mayli aka dedi, devorga ishonchim hosil bo'lmadiki, devor chetiga ham bitta kolonna sifatida qo'yib berdim. Bu zdaniyaning razmeri Eldor 28 ga 28. Bu devordan keyin 6 metri bor. U yog'i davomi bor. Davomi bor. Xullas bu zdaniya 28-20. Bu tomoni ham 28 metr, bu tomoni ham 28 metr. Bu degani 1000 kvadratga yaqin. Endi 30 ga 30 bo'lganda ham 900 bo'lardi. Salkam 900 kvadratga yaqin. Endi tepa tomonini hisoblaydigan bo'lsak, 900 kvadratli zdaniya. 900 kvadratli barcha materiallar, xizmatlari shu konteyner mahsulotidan bo'ldi. Bunga ketadigan elektrodi, toshi, diski, ustanovka, dastavka, kraska, xizmat hammasini shuning ichida qilib berdik. Shunda ham bularga arzon tushdi. Qaranglar, kraskasini o'ziga, misol uchun bitgandan kraskasini o'ziga ham pol ketadi-da, u ham ichida ketyapti. Oxirida tom tunikasini qoqtiraman desangiz, ustalar keladi-da, 35,000, 40,000, 50,000 deydi qoqib berish kvadratini. Tunikasini olib bersangiz, uni ham qoqib berish ichida ketyapti akalar. Bitta usta bilan hamma ish bitadi. Ishonchli, original ish bo'lyapti. Ishonaveringlar, original ish. Bular yillar davomida Xudo xolasa zo'r xizmat qiladi. Sizni farzandlaringiz mazza qilib ishlatadi bu tomlar tagida. Yerda ishlaydigan akalar ham muzdekina qilib ishlashadi. Xohlasalaring bazalt ham qo'yib berasiz, tomlarga. Xohlasa bazalt qo'yib beramiz. Xohlasa utilitet qilish uchun xohlaganlar biz maqsad beraveramiz, bilasiz. Kerak bo'lsa proyekt qilib beramiz. Kerak bo'lsa arzon tomonlarini kiygizib, klientni yo'liga qarab, ko'yniga qarab qilib beraveramiz. Biz bilan ishlash zo'r tomonlari, akalar zo'r tomonlar. Masalan, ishimizni maqtaymiz, shunga arzigulik mehnat qiladi. Sabab siz masalan bitta telefon orqali bizni chaqiryapsiz aka.
bitta telefon orqali biz chaqirasiz, biz yetib kelyapmiz. Biz yetib kelamizda siz bilan bitta shu ishni dogovor qilamiz. Bo'ldi, mana bitganda xohlagan texnozoriza, ekspertiza olib kelib tekshirib olasiz aka. Qoriga, yomg'iriga, shamolga javob beramiz deb ketamiz akalar. Sizlar o'zlaringni yugurtirmaysizlar. Bozorga bor, svarchi qidir. Hozir sezon, u svarchi 3 kun ishlab tashlab ketyapti. Aka biz bitta o'zim bilan dogovor bo'ladi aka, bitiraman. Nechta odam bilan bitiraman? 10 ta odam bilan, 20 ta odam bilan, lekin go'zal holatda mashina bitirib berishga biz va'da beramizmi, qilamizmi shu ishni? Akani gapi gap. Men ko'p joyda ko'rganman buni. Ishiga javob beradi rostdan ham. Mana yaqin 1 yil bo'lib qoldi aka birga ishlatganimizga. 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tdi ham shekilli. Sovuqroq edi o'tgan boshlaganimizda faqat mana shu akani reklama qilyapman. Shu akani ishlarini ko'ryapmiz. Qayerga borsak ishi zo'r. Egalari minnatdor, mamnun. Qayerdadir egasi borsak men gapirib beraman deb to'lib turadi. Qaydagi odamlar endi skromniy bratlar bilasiz aka. Nuqadi bo'ldi. Lekin xursand. Ishdan hamma xursand. Aka nech puldan tushdi? Kvadrat 250 mingdan tushdi. Bu arzonroq ham tushibdi-da. Ha, arzonroq tushdi. 250 mingdan kvadratiga. Buni aka 230 ming so'mdan ham qilib bersa bo'laveradi. Mana kraskalari ichida bo'ladi. Qilib bersa bo'ladi. Faqat buni aka nimaga 250 mingdan tushirsiz, o'rtaga balka stolga qo'yapmiz aka. Aha. Ko'ryapsizmi? 4 tali bo'lib balka qo'yapmiz. Shuni evaziga o'tgangi ishga qaraganda bu arzonroq tushdi. Buni devorlari bor-da aka. Ha. Devorlari bor aka. O'zini mana. Devorga o'rnaganda bu. Buni endi 28 metrlik o'chak o'rtaga stolga qo'yilyapti. Ha, tushunarli. Akalar, shunaqa ishonchli xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yoqubjon ustamiz. Bu akamizni hali juda ham ko'p videolarini chiqaramiz. Bundan oldingi videolar ham shu akaga tegishli bo'lgan. Ishonchli xullas. Aloqaga chiqinglar, chaqiringlar, joylarini ko'rsatinglar. Birorta usta bilan gaplashib turgan bo'lsalaring, baraka qilib qo'ymagan bo'lsalaring, chaqiringlar, borib ko'rib proyekt aytishadi, ma'qul bo'lsa, пожалуйста. Aka, biz nomimizdan chiqishadi, kelishtirib berasiz seni ham. Xo'p bo'ladi aka. Sog' bo'linglar.